har qanday nafas qisish bronxial astma kasalligi bo'lmasligi mumkin. Misol uchun, bronxial astma bilan bo'qoq, ya'ni qalqonsimon bez kasalliklar, ya'ni bo'qoq deb qo'yishadi. Bo'qoqda ham nafas qisish mumkin. Bronxial astmada ham nafas qisadi. Buni oson usullari bor, farqlab olishda. Hozir sizlarga farqlab olishni tushuntirib o'taman qisqacha. Bronxial astma kasalligida bemorlarda nafas qisishsa bo'ladi. Xushtaksimon tovushlar, xirillashlar, undan tashqari yo'tal, balg'am bilan namoyon bo'ladi. Bronxial astmada ko'pincha bemorlar qanaqadir allergen yoki mahsulotlar yeganda tovushlar kuchayishi yoki harakat qilganda nafas qisishlari, bo'g'ilishlari, chiyillash, xirillashlari kuchayadi. Qalqonsimon bez kasalliklarida ham nafas qisish bo'ladi, lekin unda yo'tal, xirillash, xushtaksimon tovushlar yoki biron mahsulot yesa kuchayishlari yoki boshqa bir holatlar bo'lmaydi. Ya'ni harakat qilganda nafasi battar qisishlar bo'lmaydi. Undan tashqari qalqonsimon bez kasalligida, ya'ni bo'qoq kasalligida bo'yinda ishiqlar, undan tashqari harakat qilayotganda bo'yinda to'sqinliklar bo'lishi, ya'ni botishi, xuddi harakatda chegaralanishlari bo'lishi mumkin. Sizda ham nafasingiz qisyaptimi? Shifokor maslahati asosida dori-darmonlar olishni tavsiya etaman. Bu bronxial astma bo'lishi mumkin, balki bo'qoq bo'lishi mumkin. Buni bilish uchun albatta birinchi o'rinda allergolog hamda endokrinolog qabuliga borish kerak bo'ladi.